Va nihoyat Jakni qishlog'iga ham yetib keldim. Endi bu mashinani to'g'rilab parkovka qilib qo'ysam bo'ldi. Tormoz ishlamayaptimi? Voy, to'xta. Buni endi nima qilamiz? Endi Jo'xa yotibdi-ku. Endi aralashmasdan Jakka xabar berish kerak. Mayli, men ketib karashdik. Jakka xabar bermasam bo'lmaydi. Mayli endi. Afsus. Va biz zapravkamizda nima mashinalar ko'payib qolibdi. Tushunolmay qoldim. Mayli, tushunishga ham uspet qololmay qoldim va bu mashinalar juda ham tirband bo'lib qolibdi. Men zapravkaga ulamoqchi bo'lsam, juda uzoqlik qilyapti. O'tib olish qiyin bo'lyapti. Va bu zapravka to'layversinchi, paka men borib mer bilan gaplashaman. Nima qilyapsan sen? Sana nima ishing bor? O't dedim senga men. Ishing bo'lmasa sen ketar. Juda bu qishloqni o'lgisi kelyapti. Nima suykalasan, bor uzoqqa, nima bu yerga kelaversan, bor yo'qol dedim, seni o'ldiraman hozir. Ana yaqinlari kelmasin, ana bratanlar yana o'ldirib qo'ymasin. Xullas o'lasan karochdek. O'lgin kelayotgan ekan seni shu burchakka tiqilib olib nima foyda bo'lasan, nima foyda? Nima ketgin kelmayaptimi? Mana ketaman, bezor qoldik, yo'qoli. Va men merning oldiga borishim kerak. Va hello sizlar bilan men Jakemka va bugungi videoda ko'rib turibmiz va videoga like bosib kanalga obuna bo'ling va bu salomlashgani qo'ymaydi, nima bu farosatsiz va men borishim kerak. Salomlashgani ham qo'ymadi. Mayli, kayfiyat yo'q. Mayli, borishim kerak merning oldiga va nima yangiliklar bor, nima xabarlar bor va bu bratanning oldidan o'tib ketdim zo'r va bu ushlab olsa bular o'ldirishi aniq va mer yaxshimisiz? Yomon, nima degan Jo'xa falokatga uchrabdi. Nima Jo'xa uchrabdi? Ha, daraxtga urilibdi. O'zimizning qishloqqa kelayotgan paytda. Nima qayerda sodir bo'libdi? Xullas ham Jo'xani ko'rishga bordim, mashinasini chiqarib olib kelib sozladi. Pullarni ham olib borishing esingdan chiqmasin. Anchagina pullar kerak bo'ladi. Unda mayli, lokatsiyasini tashlab qo'ying. Mana tashlayapman. Tezroq bor. Tezroq bormasak bo'lmaydi. Unda boraylikchi, Jo'xa avariyaga uchragan. Daraxtga shu ko'zi ham yetmadimi? Mayli. Boraylikchi, keyin anig'i bo'ladi va biz qayerdan borsak bo'ladi. Bu bratan tiyinmadi. Lokatsiyasi shu yerda ko'rsatyapti. Mayli, birinchi Jo'xani oldiga borishimiz kerak va Jo'xani lokatsiyasini oldik va keyin yerdan borib yana shu bratan nima shu o'ldirgim kelyapti shuni. Mayli, bizga to'layversinchi, zapravkaga turibdi mashinamiz va mashinamiz zapravkasi to'lgan. Bratan yaxshimisiz? Ha, yaxshi bo'ladi. O'zingiz zormisiz? Nima Jo'xa falokatga uchraganini eshitmadingmi? Keyin kelyapman-ku hozir. Ha, kech keldik-da. Xullas juda ham og'ir falokatga uchragan ekan, mashinani urib olgan va mashinasini sozlat ekan. Sen borib sozlatishing kerak va pullarni berdan olasan. Mayli, qancha ahvolda xabar olib ket. Mayli. Va biz keldik. Jo'xa qandaysan? Bo'ladi, mana yotibman. Ha, doktor aytdi, ancha og'ir shikastlangan ekansan, ancha yotar ekansan. Yo'q, dam olar ekanman-da mazza qilib endi. Ha, mashinangni olib sozlatib qo'yaman, ta'mirlatib. Ha, yaxshi bo'lardi. Mayli, senga ham katta rahmat, shunaqa qilib qo'y. Mayli, unda men ketyapman, qarochi. Mayli, yaxshi dam ol. Bo'pti, mayli, sog' bo'l. Unda bir mashinasini ko'raychi. Mayli, men ketyapman, doktor. Mayli, tezroq borib kel. Buni xabar olib turish kerak. Unda men tezroq borib, zudlik bilan borib sozlatishga qo'yib kelaman. Mayli, shunday qilchi. Lokatsiyasi mashinasini tayinlab qo'ydim, mana senga tayinlayapman. Mayli, unda mana lokatsiyasini oldim va mashinani oldiga borishim kerak. Lokatsiya bu ruscha, joylashuv desam ham bo'laveradi va bu juda ham uzoqroq ekan. Mayli, borishim kerak va sozlatishga qo'ymasam bo'lmaydi. Yana aytdim-ku, endi va'da berib qo'ydim va nima qayerga yetayotgancha adashib qoldim. Bextaydimi yoki mana topib oldim yo'nalishni va 50 kilometr, ya'ni 50 metr qolibdi va u mashina qayerda ekan? Mana shu yerda ekan. Mana topib oldim. Bu mashina juda kirib ketgan ekan-ku. Juda yomon kirgan ekan. Bu mashinani chiqarib olish kerak va bu yerdan chiqish juda qiyin bo'ladimi deymanda, mana ajoyib chiqishdi. Lekin nima orqaga yuryapti? Bu la'nati. Chiqish qiyin bo'lyapti, chunki bu chiqib ketish kerak edi va bu chiqqan sari, ya'ni bu chiqishdan o'rniga tushib ketyapti-ku. Bu katta Chiron o'zi menga yoqmaydi, chunki o'zi bo'lsa yo'qadi, lekin bu chiqmagani asabni buzyapti
va chiqib ketsa bo'lmaydimi? Nima shuncha gazlangan bilan chiqmayapti-da. Ya'ni shuncha tezlik o'rtib borgan sari chiqmayapti va buni bir ko'rayinchi nima bo'lgan ekan. Va bu juda nito bo'lib qoldi va nito joylashuvga tushib qoldi. Chiqishi qiyin bo'ladimi deyman-da, chunki bu chiqsa hozirgacha chiqish kerak edi. Lekin haligacha chiqqan yo'q va bir amallab chiqarib olishim kerak va mana chiqarib ham oldim va buni yaxshiroq joyga olib borishim kerak va nima bunchalar uchadi, juda tez yurar ekan va drift ham zo'r qilar ekan va buning o'zi juda qimmat turadi. Bitta balonining o'zi ham qimmat turadi, 1000-2000 dollardan ham qimmat turadi va men buni juda ham yaxshiroq qilib avaylab etishim kerak va shu yerdan burilib olsam yaxshi. Mana burilib ham oldim va o'rtasidan olib borish nima yomon urib oldim. Mayli. Bu hech narsa demadi. Yaxshi, bu Jo'xaning mashinasiligini bilib qoldim. Menimcha ortiqcha rasxotma deyman-da. Chunki bu mashina o'zi buzilgan edi, yana buzib qo'ydim-da. Har doim qishloqlar aktiv va bu mashina ajoyib va endi men tushib ko'rsam bo'ladi va bu yerda bilmaysizlarmi ustalar? Ha, marketning yaqinida turadi, biqinida. Xullas, marketning biqinida turadimi? Ha, turadi. Marketning biqinida turadi. Bo'ldimda, yaqinini biqiniga boraman xullas. Buni o'zim meniki emas bu mashina. Mana biratan ko'rib qoldimmi deyman-da. Men ketishim kerak. Men shoshilib turganman. Ya'ni shoshilib turibman. Va bu men hech narsa qilganim yo'q. Men ketdim qarochi. Va bu yerda ham bor ekan-ku bu qo'riqchilar, yaramaslar. Bu yaqinini biqinigami? Xullas, ha. Yaqinini biqini mana shu yer bo'lsa kerak. Biratan yaxshimisiz? Ha, mana xullas sozlash kerak mashinani. Ha, xullas boring qarochi, men ketdim. Meni tinch qo'ymaydimi deyman-da bular. Buni izdan borayinchi, nimalar deydi, nimalari ketgan ekan, nimalari bo'lgan ekan va biratan tekshiring. Oldi yaxshigina jarohat olgan ekan, orqasidan ham yaxshi jarohat olgan ekan. O'ynalar sinib yotibdi-ku. Buni sozlash uchun ancha vaqt ketadi. Pulni olib kel, bo'ldi, o'zim sozlab beraman. Unda mayli, men ketdim qarochi. O'ynalari hamma tarafi orqasini aytmadim-da. Orqasi salgina osti juda buzildi. Oldiga ham aybdorman. Mayli, men sozlatib bersam bo'ldi. Qarochi ketdi bu. Mayli, men borayinchi, nima gap bo'ladi? Pulni olib kelayinchi, pulni olib kelganimcha bu sozlab bo'lar. Uskunalari bor-ku, ya'ni bu yerda uskunalar topiladi-ku. Mayli, men keldim qarochi. Menga anchagina pul kerak. Olib ketaver, qancha bo'lsa olib ketaver. Chunki Jo'xani hurmati bor qarochi. Bo'ldi, unda bu yerdan qaysi bir odam olay? Ikkinchidan. Bo'ldi, ikkinchimi, birinchimi qaysi biri? Ikkinchidan, balki ikkinchidan, uchinchiga pul yo'q. Bir tekshirib bo'lmaydi, ya'ni ko'rmasam bo'lmaydi. Pul bor, lekin senga bermayman. Unda mayli, hammasini hisob-kitob bor ekan va bizga 5 ta pachka yetadi va bir qatorni oldim qarochi, men ketdim. Mayli, sanab qo'yaman. Unda yaxshi, meni o'yligimdan o'zi olib ketmadimi? Mayli. Men borayinchi, bir bu qishloqqa beraman birinchi bo'lib pulni va ikkinchi bo'lib esa bu doktorga beraman qarochi. Va men arosatga qolib ketdim va bu biratan tiyinmasdan tezroq kirib olayinchi, aytgancha pulni berish esimdan chiqqan ekan. Va mana biratan qarochi men keldim. Ha, mayli, tezroq pulni ber, o'zim sozlab qo'yaman. Unda men pullarni berib Jo'xani oldiga borib kelgunimcha sozlay olasizmi? Ha, sozlab yes qilamiz. Unda mayli, men ketdim. Unda yaxshi, bu yerdan kesib chiqamiz va bu yerdan kesib chiqish yaxshi, chunki mashinani bir ko'rib o'tib ketaman va benzin tuyula turibdi, lekin men minishga vaqtim yo'q. Shu vaqtim yo'qligi juda alam qiladi va bu yerni mashina bosib ketgani ham alam qiladi va men keldim qarochi. Ha, mayli, texnik ko'rik o'tkazdim, tekshiruv. Mana doktor tekshiryapti. Kutib turibman. Mana ancha payt o'tdi, lekin mayli, mashinasini sozlatib qo'ydim. Muhimi tezroq ketadi. Doktor tekshirib bo'ldingmi? Ha, tekshirib bo'ldik. Salgina qoldi. Ha, unda yaxshi. Og'ir shikastlangan ekan. Ancha tekshiruv o'tkazdik. Mayli, endi ketaversin Jo'xan. Mayli, rahmat doktor. Arzimaydi. Ha, mayli, mana o'rtadan boryapman va mana parkovkaga mashinasi yo'q-ku. To'xtatib, nima qilasan Jo'xan? Parkovkaga emas, qani mashina qayerga borib qo'ygansan? To'g'riga, shexda edi. Bu bir ikkitasi doktor mashinasi ekan. Sen shu ataylab kelgan ekan qishloqdan.
Yaxshi. Qani, mana dahshatku bu. Nima Bugatti, yorbaration, qirvaration-ku bu. Yaxshi so'zlabsan, zo'r, молодец. Ustaga so'zlatdingmi, o'zing so'zladingmi? Xullas, mana mashinani ortingga aytaman. Qayoqqa aytasan? Men o'zing so'zladingmi deyapman, ustaga so'zlatdingmi deyapman. Aytibman, короче. Bu qo'riqchilar ham badga tegdi va bu qo'riqchilar bo'lmasa Osmon Musaffo, ya'ni hozir ham Musaffo bo'lardi va avval ham Musaffo bo'lardi va nima ikkita bo'lib azoblashyaptimi? Ikkita bo'lib azoblashgan yoqmadi. Mayli, men mana shu yerdan drift qilib o'tib ketsam ham o'tib ketaman. Va bu yerdan qanaqa qilib o'tib ketsam bo'ladi? Avval kelgan yo'limdan chiqib keta olamanmikan? Lekin chiqishga harakat qilamiz. Mayli, ajoyib ketyapti, lekin bu urib olganim yomon bo'ldi va har taraflarni urib yotibman. Azoblanarli tarafi shu. Va bu bratan menga yopishib qolgan. Mayli, chiqarib olib borsam bo'ldi va Jo'xaning ham ketishiga tayyorlanyapti mashina. Muhimi, mana parkovkaga olib keldim mashinani. Bo'ldi, rahmat. Men ketaman endi, qani edi rolini topish problema-ku buni. Bo'pti, короче, yaxshi yuboring, men ketdim. Jo'xa ham ketdi, yaxshi. Bu kun yaxshi o'tdi va men hal qildim va meni pulimdan o'zi ketmadimi, mer? Ha, san pulingdan ketgandi. Nuqul, meni xarajatlarim shu mendan ketadi. Mayli, anchagina pulim qoldi. Ha, xullas, ana pulingdan ketdi. Ha, mayli, endi rozi emasman, mer. Nima? Bo'ldi, men ketdim va bu nima gapir? Hech gap yo'q, Jo'xa tuzalib ketdimi? Ha, tuzalishga tuzaldi. Ketdi va xullas. Do'stlar, videoga like bosib kanalga obuna bo'ling va bundan keyingi videolar juda ham ajoyib chiqadi.